Qadrdonlar, assalomu alaykum. Men hozir gurun to'pkani ko'rsataman. Jamiki kraska sepadiganlarga, darvoza purushlarga jo'natib berasizlar, qadrdonlar. Bo'layotgan ishni qaranglar. Xo'sh. 2 kilo gurun to'pkani sepdim. Bu darvoza bo'lsa, mana 2 kilo gurun to'pkani sepdim. Gurun to'pkani sepib polностью kraskani urdim. Kraskani urib, lakni urdim. Bu holatni qaranglar endi. Shunaqa hali ko'tarib o'rganda qilib qo'yganda, qirg'oq tegmaganda chiqqan mana. Palasalarni ko'ryapsizlarmi? Xuddi mana shunaqa chiqyapti. Hozir gurun to'pkani ham ko'rsataman. Nima bo'ldi? Bilganlar kommentariya yozib ketasizlar. Mana endi hozir polностью ko'chirishga to'g'ri keladi. Nima bo'lib, laxta bo'lib chiqyapti. Kraskalar mana, qadrdonlar. Quramiz ket, hamma yo'q. Matviy sepishga ham harakat qilindi buning ustida. Sepilmadi. Mana, bu gurun to'pkadan ishlatilgan edi. Ishlatmaylar, qadrdonlar. Iloji bo'lsa, ishlatmaylar. Kecha videomiz cho'zilib ketadi. Bu axlat gurun to'pka ekan bu. Umuman darvozaga ishlatib yurmanglar. Profillarga ishlatsalar ham bo'lar, firmalarga ishlatsalar ham bo'lar ekan-ku, ammo keyin aytmoqchi bo'lganim, xuddi mana mo'turishining ustiga matviy qilib ham qadrdonimiz maslahat oluvdi, matviy qilib ham sep ko'ringlar dedilar. Matviy qilib ham sepuvdi. Bunaqa joy burchaklari bor-ku, burchaklarni ko'taverar ekan, qadrdonlar. Agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, mashinasiga xushyor bo'lasizlar, iloji bo'lsa gurun to'pkani hali pullarni qizg'anish keragi yo'q ekan. Mashina inobatga olib bersizlar, endi mana mehnatimiz sinadi 1-2 kun. Baholasa ko'ngildagidek chiqaramiz endi darvozani, qadrdonlar. Mana shunaqa ishlar, shashi ishlar ham bo'lib turadi. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Men hozir gurun to'pkani ko'rsataman. Jamiki kraska sepadiganlarga, darvoza purushlarga jo'natib berasizlar, qadrdonlar. Bo'layotgan ishni qaranglar. Xo'sh. 2 kilo gurun to'pkani sepdim. Bu darvoza bo'lsa, mana